278 hadis عن عقبة بن عامر الجهني. عقبة بن عامر الجهني خبرت قال قلت يا رسول الله من نجا ulayta min aytdim dey, ey Allohning elchisi, narsavul qutulu. Narsavul qutulu, ya'ni Allohning g'azabidan, Allohning oshuvidan narsavul qutulu. Qala imlik alayka lisanak. Shunda Allohning elchisi aytgan, tilingni tiy. Tilingni tiy. Va la yas'aka baytuk. Ham ko'proq uyingda bo'l. Wabki ala khati'atik. Ham gunohlaring uchun Allohdan qo'rqib yig'la. Ham gunohlaring uchun yig'la. Kim bugun gunohlaridan qo'rqib Allohdan yig'la? Qaysi biz bugun gunohdan qo'rqib Allohdan yig'lay? Qizg'anishga qarshi bunday kishilar bek siyrak. Qizg'anishga qarshi bo'lsa da bunday kishilar bek siyrak. Chunki bizning yuraklarimiz qotib, temirga aylandi. Ne uchun? Shu gunohlar uchun. Biz qilgan gunohlar uchun. Agar bugun bizga kelsak, bizga gunoh qiluv ul, ya'ni gunoh qiluv mana shu qo'lga qo'ngan shibinni quvib jibarish shekligina. Agar sahobalarga kelsak, bizga qadar bo'lganlarga kelsak, ular balakay gunoh qilsalar dag'an, ular ustidan tog' ko'tarilgan shekilli bo'laydi. Ular ustidan tog' ko'tarilib, hozir shu tog' ular ustidan tushgan shekilli bo'laydi. Ular shuni hali qo'rqdilar gunohlardan, hatto balakay gunohlardan. Biz bugun zo'r gunohlar qilamiz, ham u bizga balakaygina, kichkinagina gunoh shekilli. Biz ana ixtiborda aytmaymiz. Ham shunga ko'ra bizning yuraklarimiz qotdi. Ham shunga ko'ra biz Alloh qarshida yig'lay olmaymiz. Namozlardagi gunohlardan, barakallohu fikum. Shunga ko'ra yurak yumsharsin uchun nechara kerak? Shu gunohlardan chistarinsin uchun gunohlarni qoldira kerak. Gunohlarni qoldirib, ko'proq ezgi amal qilira kerak. Barakallohu fikum.